Assalomu alaykum hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugungi video darslikda men sizlarga qanday qilib BMG Drive o'yinini ichida BMG Drive grafikasini to'g'ri sozlashni ko'rsatib beraman kompyuterimizga qarab. Ya'ni kimnidir kompyuteri kuchli, ular tiniqroq video olish mumkin. Kimnidir kompyuteri kuchsiz bo'lsa, unday grafika past qo'yish kerak, kompyuter qotib qolmasligi uchun, o'yindan chiqib ketmasligi uchun. Shuni men sizlarga hozir nastroykadan qanaqa qilinishini ko'rsatib beraman. Buning uchun biz o'yinga kirib olganimizdan keyin S tugmasini bosaman. Birinchi o'rinda siz grafikaga e'tibor bering, mashinalarning rangiga, bliskiga e'tibor bering va grafika qanaqa o'zgarishini ko'rasiz. Xo'p, S tugmasini bosaman. Bu joydan bizda umumiy oynalar chiqadi va biz options, ya'ni nastroykaga kirib olamiz. Birinchi o'rinda bizda display turadi va grafik turadi. Grafikka kirib olamiz. Grafikka kirgan paytimiz bizda bu joyda 6 xil grafika bor. Bu grafikalar nima degani? Menda hozir ultra turibdi. Ultra eng zo'ri degani. Keling shuni masalan lowga qo'yib ko'ramiz. Eng pastlardan biri. Ya'ni grafika juda ham past. Ya'ni kuchsiz kompyuter ham qila olishi mumkin. Bitta lowga qo'yamiz. Hozir qaytadan o'yinni render qilib, nimadirlar qiladi va o'zgarishni ko'rasizlar. Kompyuterda qiynalib qoladi bir yangilangan payti. Ko'rdingiz, S dan chiqamiz. Boyna grafika qanaqa edi, hozir qanaqa ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu joyda mana ko'ryapsizlar, mashinani bliski juda ham pasayib ketdi, soyalar, o'tlar, daraxtlarni ko'ryapsizlarmi, boshqacha bo'lib qoldi. Bu grafikka bog'liq, grafikaga. Ya'ni biz nima qilamiz? Masalan, yana S bosamiz, nastroykaga kiramiz, grafikaga kiramiz. Va bizda eng pastda turibdi. Endi masalan, normalga qo'yaylik, o'rtachaga. 99% odam mana shu grafikada ishlaydi, normalda. Shu eng yaxshisi shu. Kuchli kompyuterlar uchun ham, endi kuchli deganda sizning kompyuteringiz 1,5 ming, 2 ming dollargachami siz normal grafikada ishlasangiz bo'ladi. Endi ko'ramiz. Uncha yomon emas. Mana shamol bo'lyapti, soyalari yaxshi, daraxtlar unda bijir-bijir bo'lib qolgani yo'q. Bir gap bilan aytganda, 99% odam qiladigan grafika mana shu ishlatadigan. Xo'p, men o'zim masalan kiramanda ultraga qo'yib qo'yaman. Ultra eng zo'ri. Heightga qo'ysangiz ham bo'ladi, ultra eng zo'ri. Ultra qo'ysangiz ancha kачество yaxshilanadi. Masalan, daraxtlar, yerlar, mashinalar rangi, o'tlar, juda ko'p narsa yaxshilanadi. Chunki bu ultra eng zo'ri. Ko'rdingizmi? Mana ultra